Oilada yolg'iz boquvchiman. Oldinlari kunlik ishlarga chiqardim. Qiynalib keyin men Beknazar va Xurkar Guliston shahar Nurafshon mahallasida yashayman. Bolalarim yolg'iz o'zim katta qilaman. Farzandlarim katta bo'lgan sari turmush sharoitimiz qiyinlashaverdi. Keyin vaziyatdan chiqish uchun mahallamiz hokim yordamchisiga murojaat qildim va ular kredit olishimga yordam berdilar. Kredit hisobiga keyin apparat olib, lag'mon ishlab chiqarishni boshladim. Hozirda bozorda magazinlarga topshiryapman. Buyurtma beradilar, keyin men olib borib beraman. Sharoitlarimiz yaxshi. Nafaqat o'zim eplan, yana 3 ta yordamchi oldim. Shu bilan ta'minlanadi. Bugun kunimdan xursandman. Kelajakda yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'ymoqchiman. Xudo xolasa kengaytirish maqsad bor.